Tilla ayol kishiga foydasi. Tilla ayol kishini ziynat hisoblanadi. Chiroyiga chiroy, savlatiga savlat, ko'rkiga ko'rk, ziynatiga ziynat qo'shguvchi bu tilla brilliantlar. Ayol kishini ochguvchi bu tilla brilliantlar. Husniga husn qo'shib, chiroyli qilib ko'rsatuvchi bu tilla brilliantlar. Tilla taqqan ayollarni bir ko'ring-da, ko'zlari chaqnab turadi. Kayfiyati har doim chog' yuradi. Chunki tilla insonga, ya'ni ayol kishiga quvvat beradi, ko'rk beradi. Tilla taqqan ayol kishini asablari tinch bo'ladi. Foydali jihatlari: kayfiyat ko'tarilgan bo'ladi, dadil bo'ladi. O'ziga nisbatan ancha quvvatli, dadil gapiradigan bo'ladi. Qon aylanishlari yaxshi bo'ladi, asab tizimlari yaxshi bo'ladi. Yurak quvvati gup urib turadi, chunki u ayolda chiroyli tillalar bor. Bu shunchaki gap emas, bu eng zarur va to'g'ri gaplardan biri. Tilla taqqan insonni tibbiyotda ham ancha ilg'or ma'qullangan. Chunki tilla quvvat beradi, mustahkam quvvat beradi. Hattoki oshqozon kasalliklariga ham davo ekan. Shuning uchun ko'p insonlarni hozirgi kunda O'zbekistonda ham tilla suvini ichish, tillaga ovqatga solish bu foydaliligi uchun. Chunki oshqozonga ancha foydasi bor. Endi ikkinchi foydali jihatlari: to'yga borganingizda ham tilla taqasiz, chiroyli joylarga borganingizda ham tilla taqasiz. Chunki biz ayol kishi ziynat shaydosimiz. Yaxshilikka yo'yib tinglang, yomonlikka emas. Men tilla sevmayman, men tilla yomon ko'raman deganlar, ular u boshqa dunyo. Tilla taqqan ayol kishi yoshi katta bo'lsin, yosh bo'lsin, bir boshqacha kayfiyat bilan yuradi. Kayfiyati chog' yuradi. Tillani foydali jihatlaridan biri tilla mulk. Qachonki to'g'ri tanlov qilsangiz mulk bo'ladi. Ko'zsiz, toshsiz tillalarni olib qo'ysangiz, chiroyli bo'mag'ir tilla har xil narsalar olganingizdan ko'ra tilla olib qo'ysangiz sizga foydali bo'ladi. Shunda ham quyma, sifatli tilla oling, litoy tilla oling. Ya'ni litoy degani o'sha narsani puchmas, pustashkamas tilla olsangiz, sizga nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ya'ni sizga mulk bo'lib qoladi. Ko'zsiz tilla, toshli, ko'zi bor, toshi bor olsangiz, misol uchun ko'zi bor, toshi bor deylik, 10 gram deylik. 10 gramdan 5 gram yoki 4 grami ko'zga sarflangan bo'lsa, teng yarmi bo'ladi. Chunki oluvchi inson faqatgina tillasi kerak, ko'zi kerak emas. Shuning uchun ajratib oladi. Shuning uchun ko'zsiz boshida olganda ko'zsiz tillalarni, toshsiz tillalarni qo'shimcha faqatgina tilla, hech narsa bezagi yo'q. Tilla modellar, turli xil modellari bor. Olsangiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Probasini yaxshisini olsangiz yana ham yaxshi. Iloji boricha toza tillaga yaqin, ya'ni tillada qo'shimchalari ham bo'ladi, mis, nikellar bo'ladi. Qizg'ich emas, sariq tovlangan tilla olsangiz, nur ustiga a'lo nur va kayfiyat bo'ladi, ziynat bo'ladi.